O'zini sousi, shakar, ko'pyoz, bodring. Hop, endi shifu kesiladi. Pekin o'rdagi pishirish usuli o'ziga xos va murakkab bo'lib, o'rdakning terisini qasildoq, qizil rangda pishirib, go'shtning yumshoq va suyaklariga oson ajraladigan holatga keltiriladi. Xitoyda bu taom alohida bir san'at sifatida qaraladi. Uning tayyorlanishi maxsus usullarni talab qiladi. Shu terini shakar bilan botirib yeymiz-da. Keyin hozir go'shtni, xohlasiz. Hop, keyin go'shtni maydalaydi. Xuddi shunaqa yupqa qiladi. Keyin xamir ustiga ichiga soladi. Hozir ko'ramiz. 这个呢，需要片好之后，需要弄一点撒料，然后让鸭肉提鲜。 Necha yoshingizda birinchi Pekin o'tkazib yegansiz? Menmi? O, Bilasizmi? eslolmayapman. Yoshligingizda yegansiz-a? Yosh edim. Pekin o'rdagi yoki Beijing koya. Xitoy oshxonasining eng mashhur va qadimiy taomlaridan biri bo'lib, uning tarixiy ildizlari juda chuqur. Bu taom Xitoyning qadimiy pishirish san'ati va madaniyatining o'ziga xos namunasi sifatida e'tirof etiladi. Pekin o'rdagi nafaqat o'zgacha ta'm, balki uning tayyorlash jarayoni va servisi bilan ham mashhurdir. Pekin o'rdagi Xitoyda Minglar sulolasi davrida, taxminan 14-asrlar atrofida paydo bo'lgan deb hisoblanadi. Ammo uning eng mashhur shaklini Qinglar sulolasi davrida. 看，这是有2个汤，这是没有汤，但是有那个别的。都可以吗开始。我们拿这个吧。不是，嗯，无所谓。都一样，它就是这里有2个汤，这是一个盘子的肉，然后还有个。你好。Здравствуйте. Здесь работаете? Да. Все. Жена моя. Будем вкус, мы это блогеры, как раз снимаем и будем пробовать. Мы уже ходим, снимаем так. Были в Ташкент-Сити. O'zbekcha bilsangiz kerak. Ha, bo'ldi. Toshkent-City'da mana qildik. Endi mana sizlarga keldik. Antalya Beijing koya uchun. Hozir. Ismingiz? Aziza. Aziza. Ham tanishganimda xursandman. Murodjon Kumush. 那我们要这个吧，要这个。套餐2。Bugun biz hurmatli tomoshabinlar, o'zim operatorman, ham boshlovchiman. Operatorimiz ishini o'zgartirib ketibdi, mayli. Endi o'zim olaman, anaqasi bilan Kumush. Biz qayerga keldik bugun? Beijing koyaga keldik. Beijing koya. Voy, yurib, mayli, mana anaqasi bilan. Xo'p, Beijing koya nima degani o'zi? Pekinda, ayniqsa Pekinda milliy taomlar qanday bo'ladi? Bu taniysizku, o'rdak. Aha. Qanday aytiladi? Kebob emas, shashlik emas. Pekinskiy utka deymiz. Xo'p, o'zbekchasiga nima bo'lardi? Meshi, bo'y. Ni ha. Pekinskiy utka nima bo'lardi? Xo'p, Pekin. Rus tilida qanday? Pekin o'rdagimi? Ha, o'rdak. Pekin o'rdagi deymiz, ha? Roast. Pekin o'rdagi deymizmi endi? Hozir ichkarida ana qilyapti. Kiramiz-a sekinlik bilan. Kiramiz. Let's go. Bugun Seoul Plazaga keldik. Mana shu yerda bir yaxshi ana qiladi deb eshitdik. Hozir ko'ramiz endi, ko'p gapirmaymiz. Qani tayyorlashini, qanday yeyishini ko'ramiz. Sizga savol beramiz. Shefuga savol beramiz. Ya'ni sen savol ber, men sen olaman. 师傅，您是先准备这个盘子对吧？这个是北京烤鸭的蘸酱，然后这个是糖、葱还有黄瓜。Mana o'zini sousi, shakar, ko'pyoz, bodring. Hop, endi shifu kesiladi. Hop, ko'ramiz, boshlandik.
Issiqgina. Yupqa kesiladi. Pekin o'rdagi pishirish usuli o'ziga xos va murakkab bo'lib, o'rdakning terisini qasildoq, qizil rangda pishirib, go'shtning yumshoq va suyaklariga oson ajraladigan holatga keltiriladi. Xitoyda bu taom alohida bir san'at sifatida qaraladi. Uning tayyorlanishi maxsus usullarni talab qiladi. Pekin o'rdagi tarixiy jihatdan imperatorlar va saroy a'zolari uchun maxsus taom bo'lib, faqat saroyda va yuqori tabaqalar orasida iste'mol qilingan. Qadimda bu taom faqat saroydagi oshpazlar tomonidan tayyorlanardi va uni maxfiy retsepti bor edi. Bu o'z navbatida taomning o'ziga xosligini va hashamatini oshirgan. 20-asrning boshlarida Xitoyning poytaxti Pekinda mashhur bo'lib, uzoq vaqt davomida nafaqat saroyda, balki keng omma orasida ham yirik restoranda tayyorlanadigan asosiy taomlardan biriga aylandi. Qiz bolari yegan. Ha. 我们的烤鸭讲究一鸭多吃，一鸭三吃。这个皮呢可以蘸糖吃，肉呢是卷饼，然后那个骨架呢可以浇盐，可以烧汤。 Ana bitta otadan har xil ovqat qilinadi. Mana shu terini shakar bilan botirib yeymiz-da. Keyin hozir go'shtni, xohlasiz. Keyin go'shtni maydalaydi. Xuddi shunaqa yupqa qiladi. Keyin xamir ustiga ichiga soladi. Hozir ko'ramiz. 这个呢需要片好之后需要弄一点撒料，然后让鸭肉提鲜，入口更好的。 Hozir yupqa kesiladi. Keyin ustiga zilalarni qo'shiladi. Pekin Duck restoranlari Pekinda va butun dunyo va butun Xitoyda juda mashhur bo'lib, ular o'rdakni maxsus pishirish va xizmat qilish usullari bilan tanilgan. Pekin o'rdagi 20-asrning o'rtalarida Xitoydan tashqariga tarqalib, butun dunyo bo'ylab tanilgan va sevib iste'mol qilinadigan taomga aylandi. Ayniqsa, Yaponiyada, AQShda va boshqa ko'plab davlatlarda Xitoy restoranlarida bu taomning turi mavjud. Pekin o'rdagi bugungi kunda Xitoy madaniyatining muhim ramzlaridan biri hisoblanadi va uni tayyorlash san'ati Xitoy oshpazligi an'analari bilan bog'liq. Necha yoshingizda birinchi Pekin o'tkazib yegansiz? Menmi? O. Bilasizmi? Eslolmayapman. Yoshligingizda yegansiz-a? Yosh yedim. Umuman, 师傅，一天的是多少个烤鸭的是你们卖掉？现在一天卖多少只烤鸭？哦，现在的吗？现在的话，目前的话还没有正式的开张。还没有正式开张。对。啊。几乎的都是一些朋友，然后过来尝一下。一天的话大概40-50份吧。40-50个。对。40-50个。但是现在还没正式开张。对，还没有正式开张。 Ali rasmiy ochilmadi, faqat otoqlari keladi ekan. Xo'p, agar rasmiy ochilsa qancha sotar ekan? Voy. 40 yillikda ham kam emas. Undan ko'p bo'ladi. 你说的是吃是50也不少了，还多是这个，挺多的，挺多的。因为我们每天都烤制很多的。啊哈。每天我们烤制都烤制很多的。那这个我把货架上面是能炒。Nima? 那个。好的，啊，到回来。啊。看到这个，他的先那这个。 Yo'q, yo'q, kumush. Aha, nima dedingiz o'zi? Nima dedim? Shu kesib tashladim. 你自己忘了。我自己忘了。你看这个是烤好的，我是tayyorlangan bular. Bugun烤好了qilsa, ertaga ham烤好了qiladimi yoki
уже uni nima qiladi? Hasharotlarni ustiga nima qiladi?像这样，我们这一只烤鸭就基本上完成了。啊，师傅他问，比如说，如果今天烤好的烤鸭卖不出去，明天接着卖吗？啊，那肯定不会，每天都是保证新鲜。每天都是新鲜的，新鲜的嘛，我新鲜的 свежий。 Pekin o'rdagi tayyorlanishi va uning pishirish jarayoni juda maxsus. O'rdakning terisi eng muhimi uning qasildoq va qizil rangda bo'lishini ta'minlashdir. Bu maxsus usul bilan terisi kerak shaklda pishiriladi. Go'shti esa yumshoq va aromatik bo'ladi. Odatda o'rdakdan tayyorlangan taom bir nechta komponentlardan iborat. 烤鸭的烤鸭，烤鸭 mana ishla. Sen yeysan buni? kumush. Nimaga bunaqa aralashtiryapti? Nima aralashtiryapti? 师傅您在里面加了什么东西？啊，是大料， Soslarni qo'shilgan, zillalarni 对 qo'shilgan.，中国秘制的酱料。 Shakarni mana alohida-ku. Keyin ichida aniq nima solgan aytmaymiz deydi-ku, o'zini siri bo'ladi. 吃起来的话口感更佳。 Bitta savolim bor. Haqiqiy Pekin ushlasini qancha yesa bo'ladi? Xitoyda. 他想问，如果在中国的话，吃最正宗的北京烤鸭，您觉得在哪里可以吃到？北京吗？对，啊、我们北京有一在北京那一条街有一个老北京烤鸭，那个师傅的话现在已经达到70高龄了，他那是最正宗的。真的是？全聚德。全聚德烤鸭。 Yeah. Bitta shifu bor, o'zi yoshi 70dan oshgan shifu. 我那是专家 expert bo'ldi o'zi. Qovog'ini pishirish uchun qancha vaqt ketadi? O'rdakning go'shti yumshoq va to'yimli, qasildoq terisi esa xushbo'y va qasildoq o'ziga xos pishirilgan terisi. Pishirish jarayonida qo'shilgan shirin va tuzli souslar. Xitoyda bu taomni tayyorlash jarayoni uzoq vaqt va sabr talab qiluvchi jarayon bo'lib, taomni pishirishda maxsus pechlar va usullar ishlatiladi. Xulosa, Pekin o'rdagi o'zining uzoq va boy tarixi, merosi bilan tanilgan. Xitoy oshxonasining eng mashhur va qadimiy taomlaridan biri hisoblanadi. Bu taomning tayyorlanish e'tibor va mahorat talab etiladi. U nafaqat ta'mi, balki o'ziga xos tayyorlanish usuli bilan ham ajralib turiladi. Pekin o'rdagi bugun ham Xitoyda dunyoning ko'plab burchaklarida seru iste'mol qilinadi. Savolingiz nima edi? Olaylik, nima olib keldi? Mana buni ham zillalar qo'shgan. Bunda o'sha suyakli joylari, bu suyaksiz. Mana bu teri, go'shtlari, suyak. 我们这边所有的餐具都经过高温消毒的，消毒餐具。 Hamma pastuda dezinfeksiya qilgan. Va mana idishga qaranglar. Ice cream. Ishana qara nima? 烤鸭。 这个是油脂，方便就是说每一张面饼它不会粘住。然后我们 bitta yubka xamiri o'zi qog'ozi bor. 我们需要取一张饼，然后粘皮吃，这个是需要沾白糖的。沾白糖。对，一般的话说女人孩子都特别喜欢吃，就只用加一个这个就行了，然后把它叠起来，然后再对叠。这样一口吃就很好。您给他看他吃不吃？Yushana yeysanmi? Va, Yushana bodlinyapti. O'sha xamir ekan. Olasanmi? Thank you, rahmat. Ochma, shunday yedi, ha? Hamka. Wow. You like it? Yaxshimi?
ochma, ochma. 哎，然后的话，给你弄一个尝一下。这个的话可以加一个，因为它这个是为什么？它这个加一个的话解腻。然后你可以品尝一下。哇，谢谢。这是第一种。我做得干。第二种的话，我们就是需要加酱汁了。O'shani faqat botiningdan yolyapti. 来，这个肉， Sosdan olamiz. 蘸这样就行。葱， 葱， 对， 黄瓜， 黄瓜。 也蘸。Voy, voy. Hop, mana sos.碟， Yopamiz. 再碟。 Yopamiz. Voy, buni aniq yeyman. 这个口感可以尝一下。哇，这是加酱的。 加了酱，sosni qo'shilgan. Umuman boshqacha ta'm. Lekin bu yerda achchiq yo'q. Har ikkita xamirni orasida Qornim ochib ketdi. qog'oz. Qog'ozni olib tashlayman. Yo'q. Va juda ham yupqa, mana olish ham qiyin. U shifu qanday olgan? Shunday Az olaman, men ham olaman shifu. Nima shifu? Abbo. Qo'lidan olaylik. Hozir olaman-da men. Boshqa yo'li bor hozir. Bu ana Ana bo'ldi, faqat xamirimiz sotadi bo'ldi. polisga. Menga hozir qo'lim bilan shap-shap olib tashlayman bori. Polisga. Shunday oling. Yakalacha bori qo'l bilan oldim. Men ham qo'l bilan olaman, tez bo'ladi. Rasam unaqa bo'lib ketdi. O'zimiz yeymizda. O'zimiz yeymiz-ku. Hech kim unaqa gapirmaydi. Xo'p. Nima Bitta deymiz? bundan teridan olamiz. Shu Shakar bu? Shakarni xohlasangiz botirasiz, xohlasangiz. Yili. Rujana shirinmiga? Keyin piyoz kerak emas, yo piyoz bormidi? Kerak. Aha, u go'shtni ham qo'yamiz. Go'sht, yo'q, go'sht sos bilan botiramiz hali. Ha, sos bilan botiramiz. Voy. Mana sos. Aha. Aha. Keyin, hop, men piyozni yaxshi ko'raman, qo'yaman. Bilasizmi, Kumush, men bir narsaga e'tibor berdim. Hozir bizni bu yerdagi o'sha rahbarlar ham kameraga tushmayapti, kuzatib o'tiribdi. Bu Pekin utka bilan boshqa utkaning farqi bor. Qattiq gapiryapman, eshitsin o'sha qiz deyapman. Unaqasi bilan. Bunda kallasi yo'q ekan. O'rdak kallasi yo'q ekan, lekin Pekindagi biz borganimizda o'rdak kallasi bo'lardi. Ko'pchilik savol berardi, bu halol emas, bu unday emas deb. Lekin bunda biz kalla ko'rmadik, demak, qo'rqmasdan yesak bo'lar ekan. Eshitdingiz-a? Ataylab qattiq gapirdim. Bilasiz, biz tomoshabinlar bu narsaga juda e'tiborli beradi. Agar men aytmasam ham kommentlar bosib ketadi. Ya'niki halol emas ekan, unday ekan. Qalasi, oyog'i, shunday. Shuning uchun to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Aha, yopamiz. Aha, men yopdim. Juda ham yupqa ekanman. Qozdek. Bo'lmay edim. O'shani boding yemasdan go'shtdan ber. Ta'mi qanaqa? Tamam, yaxshi. Qanaqa yaxshi? Aytish kerak-da. Hozir narsa go'sht aytmay, lekin olmay aytolmayapman. Nima go'sht aytami? Shirin ta'mi bor. Sos ta'mi bor. Chunki piyoz qo'shganimizda u buxoyni, 怎么说呀? Topishib qolmaydi. Zo'r ekan. Aynan bu zo'r ekan, chunki qiz bo'lyapti. Chipsdek. Qisilyapti. Hali bitta bor bu yerda. Yeymi? Mana как раз har hafta kelsak bo'ladi. Keyingi hafta 我们不喜欢浪费，怎么说？ isrofgarchilik. Biz ham isrofgarchilik yoqtirmaymiz. Yo'q. Akaz aytmoqchi bo'lganim, keyingi safar biz siz bilan hotpot qilamiz. Hotpot? Hotpotga kelamiz. Xo'go. Xo'goga kelamiz. Bu endi qorin to'ydi bu bilan. Qiynalib ketdim.
oldim, xafa bo'lmasalar. O'zimiz yeymiz-yu. Xafa bo'lmasalar, kim bo'lsa ham o'zim yeyman. O'shani nima kayfiyating yo'q? Kesammi? Endi shova berishdi. Sho'rvaning ichida nima bor? O'rdak. Faqat o'rdak. Shu restoranda faqat o'rdak. Bunda ham o'rdak. Bo'lsa kerak. Bilmadim, hozir ko'ramiz. O'rdak. O'rdak. Uchala nima yozsin? O'shana shu xamir o'shanaga yopdi. Juda ham yupqa. Qog'oz. Mana, o'shana. Yana xamirni go'sht beradi.